kelding? Ana menga gapir. Shu jiddiyligimni aytganmisan? Shu yerda tur. Qizimga gapiribsan? Ha, gapirdim. Qaytib gapirma, yomon bo'ladi. Nima bo'ladi gapirsan? Juda yomon ish bo'ladi. Urishasanmi? Urushmoqchimisan menga? Ha. Telefoningni ber. Men. Ali, nima kim bu? Tomoshni o'g'irladim, kiyimimni olib ketinglar. Bo'lmasa qochib ketishim mumkin-da. Qaymi? Ustimda qara futbolkada bilekda yozilgan. Soqolim yo'q. Ha. Men tushunmadim. Sen o'zi mashina kalti. Men kim? Ko'rdingmi? Bitta gap bilan o'tirg'izaman bunaqa bachalarni. Mana qara. Men yaxshi ko'rasanmi o'zi? Yaxshi ko'raman. Seriozmi bu? To'g'ri so'rayapman. Ha, yaxshi ko'raman. Sizchi, siz yaxshi ko'rasizmi? Men yaxshi ko'raman. Seryozni beling. Uzr. O'zimni hayajonlanib ketdim. Yuz nima uchun faqat Sardobaga olib kelasiz? Chunki Sardoba zo'r joyda, ovqatlari zo'r, ham servisi zo'r. O'zbekcha milliy taom pishirishda Sardobaga yetadigani yo'q. Keyin buni 3 ta filiali bor. O'tgan safar olib borganim Kogon filiali, bu Severnidagisi. Keyingi safar nima, 5-ga boramiz. 5-dagi filiali. Tushunding? Ana ofitsiant menga qarayapti. Ofitsiant. Telefoningiz bormi? Bor. Neylik kimi bu?